Do'mrobodda qo'ygan mehmonxonamizga juda ko'pchilik qiziqib borib ko'rishdi. Yakkasaroy tumanida Salomatinada ham sizlarga yangi qurilgan mehmonxona topib qo'ydim. 28 ta xonasi bor, 8 sotuv maydonga qurilgan. Aeroportdan 2 kilometr masofada, lokatsiyasi juda ham zo'r, mehmonxona uchun ideal joy hisoblanadi. O'zi ham 28 ta xona tayyor, yangi ta'mirlari bilan hali hech kim ishlatmagan. Kelasizlar, shundoq yurgizaverasizlar. Hattoki konditsionerlari, xolodilniklari, shkaflari, har bitta xonada sanuzellari, hamma narsasi tayyor holatda ekan. Yakkasaroy tumanini ko'pchilik biladi, Salomatina ko'chada, aytib o'tirgandek, bir yoq tomoni Hamza metroga, bir yoq tomoni aeroportga yaqin, katta yo'ldan 200 metr masofada joylashgan. Ikkita binodan iborat, bittasi 3 qavat, bittasi 2 qavatli hisoblanadi. Mehmonxona biznesiga qiziqadigan odamlar bormi? Mana shu mehmonxonada bitta xonasini necha pulga bersa bo'ladi? Kuniga o'rtoqlar, albatta fikrlarni yozib qoldiringlar. Har bitta xona karta orqali ochilar ekan, ko'chaga ham bemalol mashinalar qo'ysa bo'lar ekan. Ko'chalar keng ekan. Mana ko'rasizlar, coverlar gilamlar to'shalgan, divanlari, shkaflari 100% tayyor, mazza qilib ishlatadigan holatda ekan. Hurmatli mijozlar, bu xonadonimizni xohlasanglar sotib olinglar, xohlasanglar ijaraga olsangiz ham bo'lar ekan. Mana inshaalloh pulim ko'paysa, bitta biznes qilib, mana shunaqangi mehmonxona qilib qo'yaman degan birodarlar, yaxshi niyatda bitta like bosib qo'yinglar. Qaranglar, mana shunaqangi lobby hollariga ham yumshoqqina mebellarni joylashtirib qo'yishibdi. O'rtoqlar, bu 28 ta xonadan iborat bo'lgan mehmonxonamizni necha pul deb o'ylaysizlar? Narxini taxmin qilib ko'ringlarchi. Egalariga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Narxlarni ham kelishib olsanglar bo'ladi.